cheksangiz o'ylaymiz. Ha, endi. Bilmabman. Boja, yaxshimisiz? Bir 500 million pul bor edi. Shuni nima qilsam bo'ladi, ha? Boja 500 million pul bo'lsa qarang. Dollar qimang, dollar tushib ketibdi. Tilla qiling, zo'r foydada bo'lasiz shunda. Maslahatingiz uchun rahmat boja. Bir ko'rishsak ichamiz ardishi, bitta. Nima qarang? Siz nina pinaymasmisiz? Ha bir otangizdan so'rang, tuqqan onangizdan so'rang, ana mendan maslahat so'rang. Kelib shu alkash bojadan ham so'raydimi? Bilindir bashara, mani bojam haqida o'ynab gapirsang ham o'ylab gapir. Bojam mani bu hayotdagi eng yaqin insonim. Instagramda ham bliskida faqat bojam turadi. Mani o'zim bilaman kimdan maslahat olishdi. Hayotdagi eng yaqin insoningiz kim? Bojam. Boja? Bojam. Eng yaqin insonim bu hayotda bojam bo'ladi. Hozir shu bojangizga telefon qilib 10 million so'm qarz so'rasangiz beradlarmi? 20 million so'rasam ham beradi. Bo'lishi mumkin emas. Единственный bitta bu boja. Bu dunyoda bitta bu boja. Mana. Qani. Boja yaxshimisiz? Ha boja, bugun kelishamiz. Boja, televideniyadamiz. Ana intervyu TV Feruza aka bu-ku, o'sha hozir intervyu o'tadi. Feruzam siz bilan olib keling, birga solamiz. Intervyuni zo'r bo'ladi. Boja, keyin, boja qarang. 10 million qarz bera olasizmi yo'qmi? Boja nima deganingiz bu? Siz uchun jonimni beraman, 20 million ham beraman, bojajon. Qo'y. Ko'rdingizmi? Boja, bo'ldi, boja, olib qo'ying, boraman, boja, boraman, yo'llama o'sha. Haqiqatan. Единственный. Bunaqa bojalar borki, 1000 yilda bir tug'iladi. Bunaqa bojalar zakaz qilish kerak. Qani kuyov, oling qani. Yo, dadajon, ming bor uzr, icholmayman. Bizni qo'lni qaytarmasangiz kerak, oling qani. Tog'ajon, ichardan bo'lganda ruldaman. Biz bugun choy chaylik. Bu kuyovingiz uncha odamni ichmas ekan. Boja, dil ketdi. Oling qani, ovqatda qolsin. Boja! Bilib qo'yinglar, bu dunyoda любой odamni qo'lini qaytarsa bo'ladi. Lekin bojani qo'lini qaytarib bo'lmaydi. Bu bojalar nomiga isnot, uyat boja. Oling qani. Ana tilingizga shakar. Agar qo'limni qaytarganingizda oq qilaydim aytsa. Bilaydimda boja, bilaydim o'sha gap. Bojachilik ming yilchilik. Boja. Hozir ko'pchilik sarflashni emas, pulni oqilona boshqarishni izlamoqda. Agar xohlasang, pullaring sen uchun ishlashni istasang, A-Marketsga e'tibor ber. A-Markets 18 yillik tajribaga ega bo'lgan xalqaro moliyaviy kompaniya. Turistpilotda ham 4.9 reytingiga ega. Investing.com saytida ham yuqori baholanadi. Tez bajariladigan transaksiyalar, qulay vositalar va komissiyasiz ishlash uchun. Yangi boshlovchilar uchun trening va demo hisob mavjud. U yerda xavfsiz mashq qilsa bo'ladi. Tajribali treyderlar uchun esa real vositalar, aksiyalar, kriptovalyutalar, indekslar. Qo'llab-quvvatlash xizmati esa 24/7 ishlaydi. Eng muhimi esa bu jonli insonlar, botlar emas. Shuningdek, shariatga moslashgan islom hisob varaqlari mavjud. U yerda hech qanday kechki komissiyalarsiz va qo'shimcha to'lovlarsiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tayotgan vaqtingiz Abbos promo kodini kiritsangiz, demo hisobdagi pullarni real hisobga olib o'tishingiz mumkin va undan tashqari depozitingizni 2 baravarga oshirishingiz mumkin. A-Markets ilovasini App Store yoki Google Play dan hoziroq yuklab oling va ishonchli savdo qilishni boshlang. Bolalar Tailandda 5 kunlik kayf qildik. Faqat Tailandda hozirna yana birovga aytib o'tirmanglar. Bitta ertaga ko'rishamiz, ha. Sani qaytasan. Ibi. Kim kerak senga? Abbos akamning uylarimi? Ha, kimi bilasan? Men farzandlari bo'laman. 20 yil oldin Tailandga borganda onam bilan tanishib, ekib qo'ygan xolari bo'laman. Dadamni qidirib keldim. Og'zingni ochir, qizim, kir, birov ko'rmasin, sharmanda. Ibi qo'shilib ko'rsa, men nima degan odam bo'lib bularni tamom qildi, sharmanda kartina mana. Dada, aytqaringni. Nima deyapti bu? Eshitmayapsan, xotin nima deyapti? 20 yil oldin borib Tailandga nima qilib keldingiz? Aytibdi-ku. Bitta men bordim Tailandga, necha kishi borib keladi? Tembol o'sha paytda jo'ralarim bilan borgandim, bir o'zim emas. Qara, ko'zi Rajabga o'xshaydi. Tez menga jo'ralarni chaqiring-chi. Bitta hozir. Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, keling, yaxshimisiz?
bitta achchiqqina ko'k choy qilasiz. Men o'z sizlarga achchiqqina tailandskiy choy tayyorlab qo'yganman. Damini olib o'tiribdi. To'xta tog'a, 20 yil oldin nima bo'lganini aytib berasiz Tailandda? Bilmayman, men o'sha kuni gastitsada qo'yganman bularni. Yaxshi. Bo'yota, balki siz bilarsiz. Yo'q, kelin. Men chopib ketgan bo'laman. Rajab tog'a, siz to'g'risini aytasiz. Ayting, 20 yil oldin nima bo'ldi Tailandda? Ya astagfirullah, astagfirullah. Keling, men bir tavba qilgan. To'g'risini ayting dedi. Men o'sha kun kayfda edim. Endi qilmayman. Men tavba qilgan odamman. Demak, tanolmaysizlar. Yaxshi. Hozir ekspertizaga boramiz. Analiz, DNKga analiz topshiramiz, shunda kimni bachachiligi aniq bo'ladi. Yuringlar. Sud med ekspertiza xulosasiga ko'ra 99.9% bu farzand Yo'q, adashyapsiz. Yonma, qara. Yo'q, qara, Rajab o'sha kuni kim? to'xtanglar. Bizda yana bir muammo bor. Bu analiz javoblariga qaraganda sizning farzandingiz qiz bola emas, o'g'il bola bo'lib chiqayapti. Adashyapsiz-ku. Yo'q, ekspertiza hech qachon adashmaydi. Yo'q, siz aniq adashyapsiz. Dado, sud ekspertiza xulosalari hech qachon adashmaydi. Men aslida o'g'il bo'laman. Yo'q. Chiqliqali uydan yapti ko'rsating. Ko'zimga ko'rinmay qolgan edi. Dada, salom, pul tamom. 200 ming tashlab bering, o'qishimga kerak bo'lyapti-da. Aynan ay student o'g'ilcham, senga 200 ming emas, 300 ming tashlayman. Sen o'qisang bo'ldi. Sen Silipoy bizni o'g'ilcha o'qishni bitirsa, ministr bo'ladi. Hozir tashlayman, jonim bacham. Rahmat dadajon. Ana tushdi. Uf, dada, yana pulim qolmay qoldi. 500 ming tashlab turing, fondga yig'atdik. Senga 500 ming emas, 1 million tashlayman, jonim bacham. Sen Silipoy bizni bacha birovdan kam bo'lmay o'qisa bo'ldi. Hozir tashlayman o'zimni bo'zishim ministrcham. Rahmat dadajon. Dada, 1 million so'm pul kerak bo'lyapti. Ustozim tug'ilgan kuniga yig'ayotgandik. Hozir tashlayman. Rajab, o'g'lingga shuncha pul jo'natibsan, bir nazorat qildingmi? Qafasdan chiqqan qush boshi oqqan tomonga uchadi. Xuddi shu ministringni nazorat qil jo'ra. Ha, to'g'ri aytasizlar. Men ketdim Toshkentga, o'g'ilchani bir nazorat qilib kelay. Ha, darslar avjida-ku bacham. Yo, darsdan charchagan payt madaniy xordiqda. Ha, madaniy xo'rdiqda hassani onachang. Turda, tartacha, o'zi ota bobolarimiz to'g'ri aytgan ekan. Erkak kishini to'qchilik, ayol kishini yo'qchilik buzadi deb. Oldinga chiq. Boras o'g'il endi ranking mollarni tayda biladi. Endi yursan. Qalpoqqa chana shuni sudrab ketaman. Jalka sanga, ota jalka, pul jalka, kontrakt jalka. Tup sanga. Yo, biladi, yomon plas.